Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib odamlarning asabini buzadigan bir amaldor bo'lgan ekan. Bir kuni o'sha amaldor ommaning oldida nutq so'zlab turganida qattiq qistanib qolibdi va chidolmasdan turgan joyida chichib qo'yibdi. Hamma uning chichib qo'yganini gapiraverganidan keyin o'z yurtidan bosh olib ketishga majbur bo'libdi. Oradan ancha yillar o'tibdi. Balki odamlar chichib qo'yganimni unutgandir deb xabar olish uchun o'z yurtiga qulini yuboribdi. Qul shaharga kirishi bilan o'ynab turgan bolalarga ko'zi tushibdi va ulardan qachon tug'ilganligini so'rabdi. Biri falon amaldor chichib qo'ygan yili tug'ilganman desa, yana biri esa falon amaldor chichib qo'yganidan 3 yil o'tib tug'ilganman debdi. Qul ortiga qaytib, bo'lgan voqealarni amaldorga aytib beribdi. Shunda amaldor tarix zarvaraqlariga bitiladigan ushbu qimmatli fikrlarni bildiribdi. Ey amaldorlar, agar ko'tim kalendar bo'lib ketmasin desangiz, ommaning oldida chichib qo'ymang. Aks holda butun umr ko'sangiz oqarmaydi. Tegib ketdimi?